Hozir plastikali Qaysi yo'nalishda? chorvachilik mana. Yo, chorvachilik qanaqami? Hokim yordamchisi tavsiyasi bilan bergan qaysi hudud? Bog'iston. Bog'iston. Bitta havo qilib qo'ysak, ko'payib vaqt turamiz. Qanchaga jo'natyapti? 10 million. 10 million. Ko'proq jo'natmadim. Yo'q, chiqmasa ekanda. Limitim yo'q dedim. Shunaqa ekan. Limit yo'qligining sababi borda, buni hokim yordamchilari juda dangasa bo'lib ketdi-da, uni yashiradigan joyi yo'q. Uni ana gruppasida ham biz yozyapmiz, uni hokim o'rinbosariga ham aytyapmiz. Hammasini misol Bog'istonda o'zini hokim yordamchisi borda. Misol aytaylik, bu yil oyiga misol 2 ta, 3 tadan, 4 tadan, 5 tadan bo'lsa, aytaylik oyiga boring, 10 tadan kishiga tavsiyanoma bersa, bu degan so'z mana bu yil hisobiga hozir bir 60-70 tasiga kredit berdi-da. Endi 2024-yilda aytaylik 300 kishiga mana shunaqa kredit berdi. Kreditni berishadi-da, qaytarishga kelganda ishi yo'q. Bu tavsiyani berib qo'ysa bo'ldi. Ben qanaqa qaytarib oladi? Misol siz vijdoningiz yo'l qo'yilmasligiga, mana bank menga kreditni berdi. Prezidentimizning siyosati bilan, talablari bilan shu aholi foydalansin deb turib, qayerlardandir resurs topib kelib, shu arzon foizli-da, bu 18% da. Tijorat krediti emas-da, bu 26-27 emas-da, 18%. Berilyapti, hokim yordamchisi prezident qaroriga yozib qo'ygan, kreditni beradi, tavsiyanomasini. Endi biz bilmaymiz kimga berishni. Bu jo'natsa majburmiz berishga. Beryapti, biz o'shani biz kreditni ajratib beramiz, hujjatlashtirib beramiz. Endi yozib qo'ygan hokim yordamchisi o'shani tavsiyanomani beradi. Doimiy monitoringini qilib boradi samaradorligini. Kredit qaytarish bo'yicha bank bilan teppa-teng javobgar hisoblanadi deb qo'ydi. Ular kreditni berib qo'yib ishi yo'q. Qachon biz telefon qilsak, "Voy, kredit to'lamayapti." Endi hamma fuqaro ham bir xil bo'lmaydi-ku. To'g'rimi?